G'ulomjon aka, ushbu xonamiz loyihalash va sotuv bo'limi xonasi hisoblanadi. Bobur akalarimiz shu yerda. Bobur akamiz shu yerda o'z batafsil gaplashamiz. Keling, marhamat. Assalomu alaykum. Xo'p, Bobur aka, siz bilan Jizzaxda gaplashgandik. Loyihalash masalasida biz endi muxlislarimizga to'liqroq ma'lumot bermoqchimiz. Umuman loyihalash jarayoni qanaqa bo'ladi o'zi? Ko'pchilikka qorong'i, bizga ma'lumot bersangiz bugun. Xohlasangiz, hozir bitta proyektga boshlayman. Aha. Birgalikda ko'ramiz. Nima proyekt ekan u? Piyos. 70 O, zo'r. Bizni piyoschi muxlislarimiz ko'p. Boshlayveramizmi? Bo'ldi, boshlaymiz. Jizzaxda aytdik. Lokatsiya tashlasa ham yuqoridan ko'rib mo'ljallaymiz. Bir muxlislarimiz uchun ham tushuncha bo'lsin, loyihalash jarayoni qanaqa bo'ladi? Birinci lokatsiya tashlıyorlar. Mana lokatsiya tashlagan bitta dalamiz. 1 gektar büyüklüğü. Havuzu bu yerden kılamız diye aytdı akalar. Birinci dalemiz teks mi yoksa balant joyları var mı? Onları bir görüşümüz gerek. Şu kolu bir takip ederseniz burada metre yazıyor, bakın burada. 801 metre yazıyor mesela. Kolu oynattığım vakit 803 metre, 4 metre, 3, 2 metre. Yani ortaca bu dalede 1-2 metre balant joyları var. Bobur aka, hovuz chekidan qurilganda, demak ushbu mijozda suv o'zi hovuzga keladi. Siz hovuzga kelgandan ariyani hisoblab ketasiz. Tushunarli bo'lishi kerak. Topladım. Keyin bunu alıp proyektini kılmak için kompütürüme saklı yapmam. Bir gektar 10.000 metre kvadrat yapar. Bölü. Burada çıkardığımız, ölçeklendirdiğimiz joy, onu yaz yapmış. Bu formülizasyon. Bu bizim ölçeklendirme katsayımız. Xullas, qadrli do'stlar, loyihalash jarayoni biz o'ylagandan ancha murakkab va ko'p vaqt oladigan soha ekan. Shuning uchun sizlarni zeriktirilmaslik maqsadida qisqaroq qilishga qaror qildik. Davom etamiz. Hozir Bobur aka, oldinga kirib ketaylik. Siz oldin, endi hozir tushunishimcha, kubini hisoblab, bo'lib olib, keyin o'shanga qarab hovuzni reja qilasiz. Quvurlarda ham hisobi bo'ladi. Doğru. Normalde buraları ben şimdi neden 27-28 küp 30 küpten böldüm. 75'lik turbo işleteyim diye. 75'lik turbo hem arzan çıkar hem de qanday aytibsiz, işleyişi daha olsun. Suv yetadimi unga lekin? Yetadi. Onun için böldük. Shuning uchun maydalab bo'lindi. Tabii, arzan çıkması için. Ha, bunu 110'luk turbo da koyuş mümkün, 90'lık turbo da koyuş mümkün. Ve işte kamrak pul farkı çıktığında firmalar diyor. Ben burayı 75'lik turboya qarab böldüm. 75'lik turbo 25-30 küp. Bu kishi aytganlari, hovuzlari bir xil joylarda yerni 3 metrgacha qazsak, hovuzdan suv chiqishi, yer tagidan suv chiqishi holatlari ham ko'p bo'ladi deyaptilar. U holatda hovuzni eni bilan bo'yini ko'paytiramiz, chuqurligini esa teparoq qilamiz deyaptilar. 3 metr emas, 2 metr, 2,5 metr yoki 1,5 metrgacha ko'taramiz deyaptilar. Endi kengaytiriladi, uzunasi kengaytiriladi, ko'paytiriladi. Uzunasi kengaytiriladi. Hovuzning yonini, chuqurligini hammasini programma o'lchab chiqadi. Bu ushbu sxema o'sha magistral quvurga qanday ulanishini ko'rsatyaptilar. Qo'sh qatormi, bitta qo'yiladimi, o'shanga qarab rasmini ham chizib beradilar bu kishi. Ushbu yer dala maydonimiz 1 gektar piyoz maydoni uchun loyiha qildik hozir. Loyihamizdagi tomchilatib sug'orish lentasi 1 gektarga qancha mahsulot ketishi haqida bo'lyapti. Hovuzimiz 40 ga 20, bo'yi 40, eni 20lik hovuz tanlandi, chuqurligi esa 3 metr. Magistral quvurga 160lik lifelet quvur tanladik. Va 110lik tanladik magistrallarga.
tarqatma yon quvurlarga esa 75lik, mana ko'rayotganingiz 75lik Lifelet quvurlari tanlangan. Va ekin bo'linishi, sug'orilishi 8 ga bo'ldik. Birinchi qism 6 soat sug'orilsa, ikkinchi qism 6 soat sug'oriladi. Jami 12 soatda 1 gektar yer sug'oriladi. Birinchi bo'limimizga 112 kub, bunisiga 115 kub suv talab qiladi. O'shanga qarab hozir nasoslarni ham tanlanadi. Ko'rayotganingiz chuqurligi 3 metr, mana chuqurligini ham yozgan 3 metr. Eni gorizontali qanday bo'lishini ham даже 3 metrgacha yozib berilgan. Mana bu filtr stansiyamiz. Asosiy tomchilab sug'orish yuragi bo'lgan filtr stansiyamiz. Filtr stansiyamiz bu yer qumlik suvini tanlaganimiz uchun biz qumlik suvini hisobladik. Gidrosiklon qo'ydik. Gidrosiklondan keyin katta filtr bochkalariga, filtr bochkalaridan yanada tozalanib diskli filtrga o'tadi. Diskli filtrda ham yana tozalanib magistral quvurlarga ulanadi. Dori bochkasi xuddi shunday tarzda bo'ladi. Bu tomondan kirish qismi bo'ladi. Masalan, shlanka ulanib, kirish qismi. Bu tomondan krani bo'ladi, o'zini maxsus krani ochilib, ichiga suv aylanib, bu tomoni salgina ochib qo'yiladi. Chunki dori ichida aralashishi uchun oxirigacha ochib qo'yilmaydi. Bu tomon sal ochilgandan keyin dori aralashib, keyin aralashgandan keyin doriga talab bo'lgan paytda dori shu yo'nalishdan yuboriladi. 75lik Lifelet'imizga qanday ulanishi mana bu yerda ham rasmi chizib berilgan. Mana ko'rayotganingizdek 75lik chiqish o'sha 16 diametrdagi chiqish lentalarga mo'ljallangan start konnektor bor. O'sha xuddi shunday tarzda Drakol bilan Lifelet'ni teshib lentani yoyadi. Bu yerda esa 160lik turbani qizil bilan, 110lik bilan, 110lik jigar rang bilan, 75likni ko'k rang bilan biza belgilab bergan. Shu bilan erta fermerlarimiz adashmasliklari uchun. Xo'p, rahmat Abdusalom sizga ham, Bobur aka, baraka toping. Qadrli muxlislar, biz xuddi shu komanda bilan Jizzaxda tomchilab sug'orish tizimlarini o'ziga yarasha ilmi borligi haqida, ancha bilim kerakligi haqida aytib o'tgan edik. Ozgina sizlarga tushunish qiyinroq bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin harakat qildik sizlarga mana shu loyihalashda ish qanaqa jarayondan boshlanish, jarayon nimadan o'zi boshlanadi? 1 gektar olasizmi yoki 10 gektar oladigan bo'lsangiz, jarayonni ilm kerak deganda aynan nima kerakligini tushuntirib berishga harakat qildik. Bobur aka, rahmat sizga. Eğer faydalı olduysa ne mutlu bana. Inshaalloh, tushunmagan joylarini endi muxlislarimiz yozasizlar. Abdusalom, rahmat, baraka toping. Sal qiyinroq bo'lgan bo'lishi mumkin. Yana takrorlayman, maqsadimiz sizlarning boshlaringizni qotirish emas, sizlarning vaqtlaringizni olish emas. Faqatgina agar birorta loyiha qiladigan bo'lsangiz, shuni orqasida shunaqa ilmi bor ekan, shuni ozgina tajribasi bor odamlar bilan maslahat qilib qilinadigan bo'lsa, dehqonlarimiz o'zlari bilgancha noto'g'ri mahsulotlarni sotib olib, xarajatini oshiqcha tushib qolmasligi uchun bilim bilan suvlarni kubini ko'rdilaringiz bu yerda Bobur akamiz har bitta mana bu loyihada bo'laklarga bo'lib, har bitta bo'lakka qanchadan kub suv ketishini va umumiy dala maydoniga necha kub suv ketishini hisob kitobini qilib berdilar. Mana shu ma'lumotlardan sizlar uchun o'zlaringizga kelajakda bir foydalanishlaringiz uchun, sizlarga bir manfaatli ilm bo'lishi uchun sizlarga tushuntirib berishga harakat qildik. Agar tushunmagan bo'lsangiz, biz o'tgan safargi dasturimizda ham Bobur akamning telefon raqamlarini qo'yganmiz. Yana ham bu dasturimizda Bobur akamizning telefon raqamlarini, Abdusalom akamizning telefon raqamlarini qo'yamiz. O'zlaringiz uchun kerak bo'ladigan ma'lumotlarni akalarimizni o'zlaridan yana so'rab ma'lumot olishlaringiz mumkin bo'ladi. Rahmat, baraka topinglar.